Barchaga assalomu alaykum. Scratch dasturini o'rganishda davom etamiz. Bugungi darsimizda bir nechta obyektlar ustida ishlaymiz, matematik amallarni bajaramiz va o'zimiz yangi sprite hosil qilamiz, ya'ni yangi obyekt yaratamiz, uni qanday qilib chizishni o'rganamiz. Buning uchun algoritm tuzib olamiz, ya'ni bizga mushukchamiz A ni kiriting va B ni kiriting deydi. So'ngra qaysidir kalkulyator qilamiz, qo'shuv va ayiruvdan tashkil topgan. Knopkani bosing deydi va knopkani bosish orqali ayiruvni bosganda ayirma bunaqa son, yig'indi mana bunaqa son deb aytib berish kerak. Buning uchun birinchi bo'lib yangi personajlar qo'shamiz. Yangi kalkulyatorda plus yoki minus ikkita knopkani qo'shishimiz kerak. Uning uchun vibrate sprite'da нарисовать sprite'da bosishimiz kerak. Siz fonda ham shunaqa fonni bosib qo'ymang, adashib qolmang. Prozrachniy holatda bo'lishi kerak. Demak, birinchi bo'lib biz ixtiyoriy rang, ya'ni qizil bo'lsin. Qizilda mana knopka hosil qilamiz. Knopkamiz bo'ldi. Endi knopkamiz qo'shuvdan tashkil topgan bo'lishi kerak. Qo'shuv buni ham shunaqa qilamiz. Konturini насыщенность 0 qiladigan bo'lsak, bunga ham kvadratni olaveramiz. Насыщенность 0 bo'ladi va rangini o'zgartiramiz. Rangi oq bo'lsin. Markazga qo'ydik. Muhim markazga joylashtiramiz. Bundan duplikat olamiz. Kopировать, вставить qiladigan bo'lsak, shift tugmasini bosgan holatda markazga keltirishimiz kerak. Konturini 0 holatda va konturini 0 holatda bo'lsa, mana demak plus holati bo'ldi. Endi yana bitta нарисовать qilamiz. Rangini qizil qilishimiz kerak. Sprite'ga o'tamiz. Sprite'ni kopировать qilamiz. Yoki sichqonchani bosib turib hosil bo'ldi. Minusni ham kopировать qilib olamiz. Вставить. Bo'ldi. Demak, bizga ikkinchi sprite'imiz hosil bo'ldi, ya'ni obyektimiz. Tasavvur qilamiz, mushukcha bizdan A ni kiriting, B ni kiriting deydi. Keyin kiritganimizdan keyin xohlagan birini, ya'ni knopkani bosing deydi. Plusni bosganimizda yig'indini aytib beradi. Minusni bosganimizda ayirmani aytib berish kerak. Demak, bizda personajlarimiz tayyor. Kodga o'tamiz. Kodni albatta birinchi bo'lib bosganimizda событие bo'lishi kerak, ya'ni knopkani bosganimizda mushukcha bizdan so'rashi kerak, o'tgan darsimizga o'xshagan. Сказать, sпросить bo'lishi kerak.
sпросить. Yani so'rasin bizdan. Ni kiriting. Patent koyamiz. Demak, undan keyin zadach bo'limi bor. Применениyaga o'tamiz. Zadachga bitta soздать qilamiz yangi obyekt, ya'ni a sonini kiritishimiz kerak. Zadach bizdan a sonini kiritishni so'rasin va javobi bizda ответ bo'lishi kerak. Undan keyingisi b sonini so'rasin. B sonini so'rasin, ya'ni sпросить. Sпросить. B'ni kiriting. B'ni ketgan. Изменить. Zadach bo'lardi. Ya'ni o'zgartirsin emas, zadach bo'lishi kerak. A soniga nisbatan va B sonini biz kiritib olamiz. Yangi o'zgaruvchi B sonini ikkinchi marta so'raydi va javobi ответ bo'lishi kerak. Undan keyingisi сказать, ya'ni mishiqchamiz nimanidir so'rash kerak. Сказать, ya'ni gapirsin. Knopkani bosing, tugmalarni bosing. Qaysi tugmani bosish kerak? Endi ham chizishni o'rgansak bo'laveradi. Fonga ham narsavat qiladigan bo'lsak, salitka bilan qanaqadir sariq ranglik kalkulyator nomlayman. Kalkulyator rangini o'zgartirishimiz kerak. Qizilda. Kalkulyator. Fonimizni ham hosil qilib oldik. Chiroyli chiqishi uchun. Endi biz split 2 ga nom berib qo'ysak bo'ladi. Yig'indi splitga ayirma nomladik va ularga kod kiritishimiz kerak, ya'ni kod qismiga o'tib ularda, ya'ni когда sprite mana bu narsa bosilganda deganda событияdan когда sprite нажать, ya'ni bosilganda nima qilish kerak, bu gapirish kerak, ya'ni сказать bo'ladi. Ichida operatordan biz bog'lash, ya'ni объединить ikkita slotga. Birinchisi yig'indi bo'lishi kerak. Yig'indi a plus b teng turib bizga natijani chiqarish kerak. Bizning natijamiz bu yerda yig'indini olishimiz kerak va yig'indi va b ga qo'shilgani bo'lishi kerak. Gapirishga shuni solib qo'yishimiz kerak. Endi o'tgan darsga kodni ko'chirish uchun ayirmaga olib borsak, mana bir marta qimirladi va qo'yib yuboramiz. Ayirmaga o'tamiz. Endi bu yerda ayirma
a minus b bo'ladi. Ayirmasi operatorlardan ayirmani olishimiz kerak. A dan bni ayirishimiz kerak. Shu bilan dasturchamiz tayyor. Buni ishlatib ko'rishimiz kerak. Bayroqchani bosdik. A ni kiriting deyapti. Biz mana 60 kiritadigan bo'lsak. Endi b ni kiriting deyapti. Ixtiyoriy b ni biz 20 bo'lsak. Tugmalarni bosing. Ayirmani bosganimizda yig'indi a plus b teng 80. Ayirmasini bosganimizda ayirma a minus b 40. Degan mana kichkina kalkulyator dasturchamiz ham tayyor bo'ldi. Buni yana bir marta ishlatib ko'ramiz. Kelinglar 20 40 minusligini ko'ramiz. Ayirmani bossak, ayirma a minus b teng minus 20. Demak, dasturchamiz ishlayapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat.